Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqan. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab, mesistra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomman. Ya. Kimga uylantirasiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysan, zato mesistra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi bera? Uylanadi. Xola! Mesistra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesistra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im, qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor o'zi podkoza ketibdi-da. Mandan o'tibdi. Aya. Dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor o'zi mandan o'tibdi. Bitta antibiyotikni olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Kaka shunaqa qildim hozir. To'xtang chona. Turing qani. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. Bu odamni shok qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi o'zi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib kerakmi? Mana aya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qo'shig'il bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangasi qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana aya, o'qigan baribir bilinadi-da. Mana qangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim, har xor merim